alaykum. Qashqadaryo viloyati Koson tumani Boygundi qishlog'iga G'afurova Nargiz opam xonadoniga 3 kilo quvvatdagi 10 grid tizimli quyosh elektr stansiyasini to'liq ish jarayonlarini yakunladik. Ishlayapti hozir. Mana normal holatda ishlayapti. Xo'sh, sizga mana bu ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, mana hozir quvvatlar, kuchlanishlar keltirib o'tilgan. Sizga invertor kitobchasi to'liq garantiya salonlari bilan berilgan. Pechatlangan hammasi joyida. Mana shuni ishlayveradi. Mana bu tarafdagi shetimiz quyosh paneldi sheti. Quyosh panelda o'chiradigan shet. Bu tarafdagi. Bu tarafda hozir to'g'ri o'chirmaysiz. Agar o'chirsangiz uga ketishi mumkin. Qachonki agar o'chirmoqchi bo'lsangiz, birinchi invertor o'chiriladi. Mana bu joyga. O'chgandan keyin davlat toki o'chiriladi, undan keyin oxiri bu o'chiriladi. Oxir baqish bitadi. Ha, o'chadi, mana shu yerda o'chirsangiz. Birinchi bu esichi nima qolsak, buni o'chiriladi, keyin davlat toki o'chiriladi, keyin quyosh batareya o'chiriladi. Keyin yana qo'shguncha teskari tartibda u taraf, bu taraf, bu taraf. Birinchi u, keyin bu, keyin bu. U qachon montajni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, uydagi. O'sha yerda hozir menga qarang-da, hozir buni bitta narsasi, hozir bu ikkita davlat toki bilan kelyapti-ku menga, qo'shilib ikkalasi. Men buni qanday bilaman davlatga chiqaradiganlar? Men o'zi ekranda qancha ishlaganini men kunlik berib o'tganlarni ko'rsataman. To'da edi. Mana bugungi 1 kun hisobda 24 soat aylangandan keyin mana shu ko'rsatadi sizga qancha chiqargan. Yetyapti. Davlatga chiqarganini ko'rsatadi. Umumiy ishlab chiqardi. Umumiy. Mana bu umumiy. Ular yozadi, sifir chiqadi. Kunlik endi ketaveradi-da. Bugundan boshlab ishda. Wi-Fi kitobchasini bersang. Wi-Fi korobkasi. Bilmadim.